Eddie Hearn Ahmadaliyev va Inoya jangi uchun rasmiy kelishuv imzolanganini ma'lum qildi. Eddie Hearn Twitterda shunday post joyladi: Va nihoyat kelishuvga erishdik. Ahmadaliyev va Inoya o'zbek kuchi Monsterga qarshi diviziondagi eng yaxshi jang, dedi liga prezidenti. The Ring nashrining ma'lum qilishicha, chempionlik jangi 14-sentabr kuni Tokio shahrida o'tkazilishi kutilmoqda. Bugungi videoda UFC'dagi navbatdagi jangini o'tkazadigan Nursulton, qaytayotgan Canelo, Ahmadaliyevning bo'lajak raqibi Inoya, kamar oldidan so'nggi jangini o'tkazadigan Bektemir. May oyidagi katta janglar ro'yxati bilan tanishib chiqamiz. Video keng tarqalish uchun like bosing, biz boshladik. Kamaru Usman Joaquin Buckleyga qarshi jangda kichik favorit sifatida ochildi. Hozirda Usmanning g'alabasi uchun koeffitsient 1.80 ni tashkil etmoqda. Buckleyning g'alabasi uchun esa 2.0 baholanmoqda. Kamaru Usman va Joaquin Buckley jangi 14-iyun kuni AQShning Atlanta shahrida bo'lib o'tadigan UFC Atlanta turnirida bo'lib o'tadi. Ushbu turnirdan tajriba evaziga Usmanning g'alabasidan yaxshigina daromad ishlab topishni istaganlar uchun kommentariyada rasmiy omad silkasi mavjud. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting, promokod degan joyga bonusni olish uchun tahlilnoma so'zini yozing va 5 million bonus pulini qo'lga kiritib, Usmanning g'alabasidan biz bilan birgalikda yaxshigina daromad ham ishlab toping. Barchaga omad, biz yangiliklarni boshladik. Xabar berganimizdek, 11-may kuni poytaxtimiz MMA bo'yicha Octagon 72 musobaqasiga mezbonlik qiladi. Tashkilot axborot xizmati turnirdan o'rin olgan navbatdagi jangni rasman e'lon qildi. Unga ko'ra, yengil vazn toifasida reytingda 5-o'rinni egallab turgan o'zbekistonlik aralash kurash ustasi Amirxon ushbu musobaqa doirasida Octagonga ko'tariladi. 26 yoshli hamyurtimiz Humo Arena mezbonligidagi turnirda braziliyalik Manuel dos Santos bilan jang qiladi. Oqshomning markaziy jangi esa yengil vaznning o'zbekistonlik chempioni Doston Bozorov hamda tojikistonlik Fazliddin o'rtasida kechadi. Ma'lumot uchun, Amirxon Alxo'jayev faoliyati davomida hozirga qadar 16 ta jang o'tkazib, 11 g'alaba va 5 mag'lubiyat qayd etgan. Manuel dos Santos hisobida esa 12 g'alaba va 6 mag'lubiyat bor. Instagramda Gold nomi bilan tanilgan MMA jangchimiz MMAdagi debutiga 10 kun qolgan bir vaqtda stoykadagi janglarda ishtirok etmoqda. Uning aytishicha, u bugun o'tkazgan jangida aslida g'alaba qozongan bo'lsa ham, dog'istonlik jangchiga g'alaba berib yuborilgan. 10 kundan keyin bu jangchimiz ham Octagon ligada debut qiladi. Menimcha, o'ziga xos xarizmaga ega va qiziq jangchi. Bektemir Meliqo'ziyev ringlarga qaytmoqda. Hamyurtimiz avval xabar berilganidek 30-may kuni Las Vegasda professional boks oqshomida ishtirok etadi. Hamyurtimizga o'sha kuni amerikalik Darius raqiblik qiladi. Jang super o'rta vazn toifasi WBA eliminatori maqomida o'tkaziladi. Bellashuv g'olibi keyingi jangni aynan titul uchun o'tkazadi. Meliqo'ziyev ayni damda ushbu tashkilot reytingida 3-o'rinni egallab turgan bo'lsa, uning raqibi 4-o'rinda turibdi. Ma'lumot uchun, Bektemir faoliyat davomida hozirga qadar 16 ta jang o'tkazib, 15 g'alaba va 1 mag'lubiyat qayd etgan. Raqibi esa 14 ta jang va 14 g'alaba, 12 tasi nokaut bilan. Bektemirga omad tilaymiz. Boks olamida bo'lib o'tadigan yirik janglar ro'yxati bilan tanishib chiqing. 2-may Ryan Garcia va Ronaldo Romero yarim o'rta vazn toifasi WBA World Vacant chempionlik kamari uchun. 3-may Saul Alvarez va William Scal super o'rta vazn toifasi WBC, BA, IBF va WBO kamarlari uchun birlashtiruvchi chempionlik jangi. 30-may Bektemir Meliqo'ziyev, Darius Fulham super o'rta vazn toifasi WBA eliminator bellashuvi. May oyida shuningdek o'zbekistonlik yana bir jangchimiz Murodjon Ahmadaliyev ham o'zining navbatdagi jangini o'tkazishi kutilmoqda. MMA olamida bo'lib o'tadigan yirik janglar ro'yxati bilan tanishib chiqing. 2-may Karate Combat Elite Tour Muhammad Mokayev, Bolat Zamanbekov, Hotanbek Boynazarov, Said Izagahmeyev grappling qoidalari asosidagi jang. 10-may UFC 315 Bilal Muhammad, Jack Della Maddalena yarim o'rta vaznda UFC kamari uchun. Valentino Shevchenko, Manon Foro ayollar o'rtasida o'ta yengil vazn UFC kamari uchun. 11-may Octagon 72 Doston Bozorov, Fazliddin, Muhiddin Mamajonov, Sayat Abduali, Shohasan Mirzamatov, Farzad Gaderi, Amirxon Alxo'jayev, Manuel dos Santos, Ahliddin Mirzadavlatov, Luciano Palhano va Saturn ham ushbu turnirda jang qilish kutilmoqda. 17-may UFC Fight Night turniri Nursulton Ro'zboyev, Dustin Stoltzfus. Do'stlar, keyingi rolikda biz Nursultonning raqibi Dustin haqida juda ko'p faktlarni va jang tahlilini sizlarga video rolik qilib namoyish etmoqchimiz. Shunday ekan, videoga like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan doimgidek tahlilnoma kanalida kechki roliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.